ketayotgan vaqtimiz-ku. Meni sharmanda qilmoqchimisan? Kimsan? Rustam Ahmedovichning qizi o'zining kasalxonasida bemor bo'lib yurgan emish. Katta shifokorlar ham bu kasallikni davolay olishmagan. Senga yo'l bo'lsin. Shunaqa gaplar, Lupa. Aslida 9-raqamli bemor u emas, sen eding. Agar hoziroq uni oldiga bormasang, u rostdan ham bemorga aylanadi. Narsalaringizni oldingizmi? Hech narsa esingizdan chiqmadimi? Hammasini oldingizmi? Hammasini. Keyin haligi hujjatlaringizni oldingizmi? Kiyimlaringizni oldingizmi? Kiyimlaringizni-chi? Hammasini oldingiz-a? Keyin haligi giyohlaringiz, narsalaringiz. Esingdami? Seni ko'zlarim yumib qoldi ham xotiramda saqlab qolaman deb va'da bergandi. Lekin ko'zim ochiqligida seni taniy olmaganim uchun meni kechir. Meni esladingizmi?